Samimiy Jamshid Normatovning konsertlaridan qanaqa hissiyotlar olganim haqida sizlarga gapirib beraman. Farg'onadan xo'jayinimlar bilan taksida yo'lga chiqdik. Shu o'rinda homiladorlarga teggan maslahat: agar taksida bo'lsangiz, orqada umuman chunki biz Cobalt'da orqani o'zimiz uchun sotib olganimizda ham men rosa ham qiynaldim. Lekin Pervaldagi bu go'zallik uchun qiynalsa arziydi-da, to'g'rimi? Biz yo'lga chiqqanda rosa qor yog'gandi, shu uchun to'xtab alohida rasmlarga tushdik. Bilasizlar, oxirgi payt Farg'onada qor kam yog'yapti, shu bahona qorlarni ham ko'rib oldim. Chiroyli tog'larni tomosha qilib Toshkentga ham yetib keldik. Kelishimiz bilan qornimiz ochiligi uchun tezda konsertdan oldin ovqatlanib oldik. Xo'jayinim bu konsertga bilet olishga ozgina ikkilangandilar, chunki zerikib qolmasmikinmiz deb o'ylagandi. Lekin meni ishonchim 100% komil edi konsert zo'r o'tishiga. Puli ham ko'p edi, lekin pastroqda o'tirardi. Uni ham propiskasi bor. Konsert kutganimizdan zo'r o'tdi. Chiqqanimizdan keyin yomg'ir yog'ib, lekin biz baribir ham aylanishga qaror qildik. City Mall'ga aylanadigan joy emas, lekin yomg'irli havoda kirsa bo'ladi. Ovqatlanib yana yo'lga chiqardik, chunki ertaga Farg'onada ishlarimiz ko'p. Mashinada qiynalgan bo'lsa ham uyimizga sog' salomat kelib oldik.